Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun yangiliklardan xabardor bo'lib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda aliment miqdorini oshirish taklif etildi. Senatning 26-iyun kuni bo'lib o'tgan majlisda aliment to'lovlaridagi tizimdagi muammolarni muhokama qilindi. G'azoda Isroil zulmi tufayli ikki chaqaloq ochlikdan vafot etdi. Oilalar og'ir motamni boshdan kechirmoqda. Farzandlari tibbiy yordam va oziq-ovqat kabi odatiy inson huquqlaridan mahrum bo'lgani aytilmoqda. Yaponiyada 3 yillik tanaffusdan keyin yana o'lim jazosi amalga oshirildi. Qatl etilgan shaxs 9 kishini o'ldirgan va qismlarga bo'laklagan. Eronning uranni boyitmaslik uchun pul taklif qildi. AQSh prezidenti ma'muriyati vakillarining ma'lum qilishicha, Eronning yangi yadro dasturiga $30 milliard investitsiya kiritish taklif qilindi. Bu dastur uranni boyitmasdan faqat fuqarolik energiyasi maqsadida foydalanish nazarda tutildi. Tramp Netanyahu bilan G'azodagi urushni tugatishni kelishib oldi. Sektorni 4 ta arab davlati nazorat qilishi kutilmoqda. Bizda hozircha shular. Bizning kanallarimizni uzoqlashmang, obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha